Amir avtosavdoda $2450 sizlar uchun yaxshi Nexia 2 mashinasi kelib qoldi. 2010-yil 1.6 super konditsionerli variant akalar. 480 ming kilometr masofani bosyapti. Mashina holati yaxshi holatda turibdi. Xo'p, balon holatlari o'rta holatda, salon holatlarini ko'rsatib chiqsam akalar. Salonlari ham yaxshi holatda turibdi. Mashinaga yaxshi qo'l ko'ri pulli ichi solingan 480 ming probeg, temir gaz balonli ustunovka qilingan. Okalar, xo'p, motoriga keladigan bo'lsa, avtolgacha ozgina dalbga qilgan ekan. O'zinglar uchun bilan tekshirib olsangiz zo'r holat keladi. Sizlar xohlagandek bo'ladi. Kraska holatiga keladigan bo'lsa, bir 30-40% kraskasi bor ekan. O'zinglar uchun buni ham tekshirib, qildirib olasiz. Old orqasi pechat deyapti. Buni ham o'zinglar uchun tekshirib olasizlar. Biz ham egalaridan olingan ma'lumotni to'liqcha sizlarga yetkazib beramiz. Sizlar xohlagandek bo'ladi. Mejgar putlargacha mustofaga qilib qo'yishibdi. Akamiz bilan narxini sizlar mazza qilib yetishingiz uchun $2450 baholadi. $2450 2010-yil 1.6 super bez konditsionerli variant. Bemalol telefon qilib barak qilishingiz mumkin akalar.